Güzel qızlar, men sizlarga bolalarimizniki ishchining kiyimini chiqarib berganimga bak uzun bo'lib ketdi. Sizlar bek çok so'rab ketdinglar. Bugun men sizlarga yangi tug'ilmoqchi bo'lgan bu vaqtlarimizdan tortib 1 yoshgacha bolalarimizniki nomerlari chiqadigan holatdagi lenti kiyimlari ishdan mayka endi yo'gaklardan ekeldim. Shu bir talaqsiz jirkonlarni berib deb ko'rishni tuqqanlar. Techamoda yaqlatgan qizlar men oq kiyimni ko'rib yiqqanlar 52-nomer, 59-nomer, 2 nomer bo'yicha chiqadi. Rangiga asosan oqni asos qilib ekeldim. Endi bu vaqtlarimizdan o'g'al qiziqan bilmaymiz emasmi? Shunga qizlarimizga, o'g'allarimizga mos keladigan holat bo'yicha qilib. Mushu Shinjongning paxtasida tikkan holat bo'yicha chiqadi. Shunchalik yumshoq qizlar materialimi birinchi darajalik paxtaninki shunchalik sifatli ham rohat holati chiqadi. Kaydirib soldirishmi shunchalik qulaylikmi qizlar yerdan chigib yeshib qila olamiz. Pistonim va ich tarafdan sho'ynis bor qizlar. Shunchalik qulaylik holati chiqadi. Qizlar men hozir ko'rsatganim 59-nomerdan tortib 73-nomergacha chiqadi. Ash bo'laqdan chuplam og'achqa qizlar sal flashroq chiqib qoldi. Raxtiyatin sizlarning eng oldin tanlashinglar bo'lalaydi. Mening ranglar bir-biridan chiroyli holati chiqadi jumum. O'g'al qizlarimizga mos keladigan holati chiqadi. Buni mo'xshaysan yan tarafdan chigalaymiz. Nomer 59, 66, 73 3 nomer bo'yicha chiqadi. Men umaq malikalarimizningki mendek chiroyli holati chiqadi. Keyin qism shunchalik chiroyli o'ma qo'nchoqlarim bor, xatlarim bor, yizig'liq holat bo'yicha chiqadi. Mana bu o'g'al qizlarimizga o'rtaq holatda mos keldi jumum qizlar. Sizlar yoqtimg'adek holatga seriq emas, shunchalik suzuk holatga seriq jumum. Men umaq malikalarimizningki mana hozir chiqarganlarim qizlar 59dan 73-nomergacha chiqadi. Qizlar amsizlar ko'rsatganim bo'lsa 73-nomerdan 100-nomergacha chiqadi jumum. Eng yangilik holatdagi nusxalar qizlar oldi tarafim butun pistonli holat bo'yicha chiqadi. Bolalarimizdan zakisini almashtirish tayin qulaylik. Oqshom uxlagan vaqtda shu idayning o'rnini kaydirsanlar bo'ldi jumum. Qizlar shunchalik rohat holatda chiqadi. Men nusxam shunday chiroyli o'g'al qizlarimizga o'rtaq holatda kaydira olamiz. Numeri 73-nomerdan tortib 100-nomergacha chiqadi. 1,5 yosh, 2 yoshgacha bolalarimiz g'appasanlar bo'ldi jumum qizlar. Raxtiyatin, ranjattin sizlarning eng oldin tanlashinglar bo'lalaydi. Shunchalik sifatli holat chiqadi. Endi 52-59 nomerlik chiqadigan o'zi qiliroq holat klienti kiyim degan qizlar manusxadan tanlasanglar bo'ldi jumum. 3 xil rang bo'yicha chiqadi. Mayli ranjattin bo'lsin, sifatjattin bo'lsin, sizlarga eng yaxshisini sunaman qizlar. O'g'al qizlarimizga o'rtaq mos keldi. Ranglarim bir-biridan chiroyli. Ana keyin tarafma tuzlama holat bo'yicha chiqadi. Bolalarimizni yotqizgan vaqtimizda qat'iy bearam qilmaydi. Oldidan ichib soldirishni shunchalik qulaylik. Mana zaklarni almashtirgan vaqtimizda qizlar shunchalik asosan almashtira olamiz juma. Cho'nglarimiz deb qo'ydik qizlar bu vaqtlar qushqashning sayisini to'ngab ketdi deb mana masal qilira qalati chiqdigini. Maqilda napasanlar cho'qim cho'nglar baxo'shib ketdi. Nevram siq turadigan bo'ldi deb rangi 3 xil rang bo'yicha chiqadi. Men o'g'allarimizning rangi, o'g'al qizlarimiz o'rtaq holatda mos keladigan seriq rang. Eng oxirida ummaq malikalarimizningki rangi shunchalik chiroyli holatda chiqadi juma. 3 xil rang bo'yicha chiqadi qizlar. Nomeri 59, 66, 2 nomer bo'yicha chiqadi. O'zanlarning rang tanlashinglar asosan zakaz tushsanlar bo'ldi. Sen ko'mayka qizlar o'yishtirib kaydisanlar bo'ldi. Sirtga chiqqan vaqtda kaydisanlar bek umaq chiqadi juma. Hozir faslgindek mos keldi. Keyin tarafdan nusxasindek umaq ishtiniki. Nomerimi qizlar 66-nomerdan 100-nomergacha chiqadi. Rangi shu 3 xil rang bo'yicha chiqadi. Rangim bek chiroyli holatda raxtining yumshoqligi bolalarimizdan badanini qat'iy qizitib etmaydi. Shunchalik rohat holati chiqadi qizlar. Bolalaringlarni aysanini yezib qo'ysanglar qizlar inkas rayoniga men budaliq kiyim-kechaklarni chiqargan vaqtda sizlarning bolanglar eng mos keladigan holatdan chiqarib beraman. Mana shen ko'maykimi qizlar bolalarimizdan belni qat'iy siqib olmaydi. 66-nomerdan tortib 90-nomergacha chiqadi. Maram shunchalik suzuk holati chiqadi. O'g'al qizlarimiz o'rtaq mos keldi. Mana bu iqshroq holatdagisi. Mana shunchalik chiroyli holat bo'yicha chiqadi qizlar. Qizlar endi oxirida mana bir tal umaq kosmos bilan lenti kiyimlardan ekeldim. Buni yangi bu vaqtlarimizdan tortib kaydirsak bo'ldi. 52, 59, 66 3 nomer bo'yicha chiqadi juma. Manusxumi bek chiroyli qizlar. Meniki paypqa bilan chiqadi. Mishalat bo'yicha bardo qilanlarman. Men umaq kosmosi. Mana bu 3 xil rang bo'yicha chiqadi qizlar. Rangini bu vaqt tug'ilib bo'lgandan keyin almansanlarmish, nafs ranglarni, ko'k ranglarni asanlar bo'ldi qizlar. Bo'lmasa mana bu novat rangdan asanlarmish shunchalik chiroyli holat chiqadi. O'g'al qizlarimizga o'rtaq holatda mos keldi. Endi qizlar men sizlarga bu vaqtlarimizni yo'gaydigan yo'gak, yipincha, yotqanlarni ko'rsataymi? Qizlar endi sizlar ko'rsatganim bo'lsa 90 sm 90 sm holat chiqadigan ishchi yerlik paxta chiqadi juma qizlar. Shijik sep shu sonlarmi bo'ldi. Birinchi darajalik, A darajalik paxtadan yasalgan mana
100% sap paxtacımı qızlar. Bu qat'iy çocuqluq mı ketmeydi o. Müşbət şici seplam jusanlam buldu. Bahas azraq öğür çıqıb qaldı lekin bəkçə xiridarlar məndən deyçən bota yaqılan vaqtda işte bahas öyrək bolsun. Yaxşıraqdan təzə yaqlandı gəldik üçün mağıllardım. Əkeldirib qoydum. Bunun nusqaları qızlar ma peskadır 6 xilini tizib qoydum. Qızlarımızğa, oğallarımızğa ortaq qaləti mas keldiğən hər xilləri var. Əmdi ma havalarım ısışıq başıldı emasmı qızlar? Ballarımızdınki hem sırtqa çıxan vaxt yög vağanda, poştlarga yipin çıxıyan vaxtımızda bək mas keldi. Ballarımızda vaksini qapagan vaxtımızda mı qızlar ma 5 tərəfini çekizib lan. Bəlviği bilan barda oxulanlarga bel tərəfini çekilişqim şunçilik qulaylı qaləti çıxıdı. 90 santa 90 santacımı qızlar. Deyçəm ota yalavatqan qızlar birət aldın zıqbas iliviliş onların tavsiyə qılma. Əmdi tuğut küreşki bardığan qızlar mı asanlar buldu. Özünün peyzi şotidəyiz qabilis sepdirmə. Unudan sırıt qızlar hava ısımaslık bilen tanılamsızlar yazlık yotqan da bəktəb getdanlar mana. Ballarımızdan üstü gipib qoyduğan yazlık yotqan. Bu derecelik boyunca çıkıdı hocam. Kızlar 1 metr 10'da 1 metr 30 saat boyunca çıkıdı. 5-6 yaşlık ballarımızdan üstü gibi koysakın buldu yazlık yotqan kılıp. Biranların özanlarının yaxtırışınlar asasen talısanlar buldu. 100. bek sık boğan vaxtda mı yif koysanlar buldu hocam. Kızlar ballarımızdan bədinini qattiq qızdı etmeydi. Ballarımızdan yatak koyuska zaten bir taldan ep koysak boğuda eklam yotqan. Maylı süpət cəhəttin bolsun, rang cəhəttin bolsun, raq cəhəttin bolsun. Sizlərin ən aldın talışanlar bularlaydı. Uzunluğu 1 metr 10 santıda 1 metr 30 çıkıdı kızlar. Kızlar bugün çıkargan kiyim-kecheklerimden, yögeklerimden, yazlık yotqanlarımdan çıkıp qaysini eng yaxtırdığınlar, yaxtırdığınlarını inkas rayına qaldırıp etkendiğin ki çokum bir talaqsız jirkanlarını berip ötüş unutqanlarlaycımı kızlar. Ben sizge her gün yanlıq maqsadlardan çıkarıp durmam. Men çokum koyan çok qılalanlar. Bu da yanlıqlardı görüşli. Xeyr xoş.